Har doim uyimni yoniga kelsam, o'zimdan qanaqadir faxrlanaman deydi to'g'risi. Endi maqtanish emas bu, men boshlayotganimda na tanishlarim bo'lgan, na pulim bo'lgan. Mehnat qilsa barokatni berar ekan. Yaxshilik qilsangiz ham odamlardan yaxshilik kutmang qaytib. Xudo sizga chiroyli manzaralarda yashash sharoitini yaratib berar ekan. Qanchalik yaxshi odam bo'lsangiz. Endi ko'pchilik yoshlar bizdan primer olishadi, endi ota-onani hurmat qilishda, ota-onalarga chiroyli sovg'alar qilishda bizdan primer olishadi. Men shu narsaga harakat qilaman. Lekin qancha gapirmasa ham odamning o'zida bo'lmasa bir tiyin ekan to'g'risi. Mehnat qilishga eringanman-u, lekin uyidagi sharoitni ko'rib boshlamasam bo'lmasdi. Yaxshigina mehnat qildim. Chiroyli manzaralarda yashash nasib qildi. Xudoga ming bor shukr to'g'risi.